Hammaga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, suyimsizlar, sizlar bilan solo PUBG. Xo'p do'stlar, bugungi videomizda old PUBG bo'lib, keyinchalik PUBGni tark etgan streamerlar haqida gaplashamiz. Xo'p bolalar, menga motivatsiya bo'lish uchun kanalimizga like va obuna bo'lishinglar so'rab qolardim. Bundan oldingi videomiz sal bo'lsa ham ko'proq prosmotr yig'di. Menga motivatsiya bo'ldi va sizlardan yana poddesh qilishinglar so'rab qolardim. Xo'p, bunda gapni cho'zmasdan men videoni boshladim. Xo'p, bunda birinchi boshlaydiganimiz IH Gaming. Asli ismlari Ilhomjon bo'lib, 2018-yilda PUBGni do'stlarining telefonlarida o'ynagan. YouTube kanalini 2020-yil karantinda boshlagan. Kanalni Bekjan va Azik bilan boshlagan. IHKni o'ziga qo'ygan shiori maqsad bo'lganda uyquga hazillashdim. Uyquga nima bor? Hozirda PUBG yo'nalishini tark etib, Mobile Legends o'yinini o'ynab va TikTok reaksiya qilishyapti. IHKni streamda eng katta donati 50 ming rubl bo'lgan. Hali YouTube'dan uncha ko'p obunachi bo'lmagan paytlarda $800 donat qilishgan. Va yana YouTube'dan tashqarida medik sohasida ishlaydi. IHKni o'zini qora jentrasi bor. Hazillashdim, oq. Xo'p, IHK haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldik va o'yinlari va videolarini maza qilib tomosha qilganmiz paytida. Xo'p do'stlar, bu videoning ikkinchi qismi ham chiqadi. Kutib turinglar, hali ikkinchi qismini chiqaraman. Xo'p, o'zimga ham videolari va o'yinlari juda ham yoqardi, maza qilib tomosha qilardim. Xo'p do'stlar, video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr.